Assalomu alaykum yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Biz Farg'ona viloyati Quvvat tumanidan mevali manzarali ko'chatlarimizni obzorini boshlaymiz. Mana lola daraxti, lola daraxtlari bor, chinor daraxtlari bor, har xil mevalilar bor. Mana indisk siren bor, burchuchaksa bor, katalpa bor, keyin majnuntol daraxtlarimiz bor, keyin yasin daraxtlarimiz bor. Boshqa qarab yurganimizda mana gilos ko'chatlarimiz bor. Mana bu yerda mevalik ko'chatlarimiz ham bor. Olmani har xil bir 7 xil, 8 xil sortidan bor. Giloslarimizni bir 5-6 xil sortlaridan bor. Keyin katalpa bor, pavloni bor. Keyin terek ko'chatlarimiz bor. Qanaqa ko'chatlaringiz kerak bo'lsa, mabodo sizlarga narxlari qiziq bo'lsa, bizga plus raqamini yozib qo'ysalaring, biz sizlarga batafsil narxlarini, keyin holatlarini alohida tashlab beramiz. Keyin Telegramdan yozib yuborsalaring, kanalimizni silkasini tashlab beramiz, a'zo bo'lib olasizlar. Bizdagi barcha dehqonchiliklarimiz bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quvvat tumani, buyog'i Mo'stan tushganda, buyog'i Akbarovodga ketishda. Kelaverasizlar, kimga qiziq bo'lsa, keyin barcha do'stlaringga shu bizni videolarimizni jo'natib, podpiskani bosib, do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Biz dehqonlarga sizlar o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Sizlarga qanday ko'chatlar qiziq bo'lsa, har xil archalarimiz bor. Bundan tashqari har xil shaklli, shaklsiz, keyin har xil galovoy yel, kiparis, bunaqa archalarimiz ham bor. Qanaqa sizlarga kerak bo'lsa, bizga Telegram kanalimizdan yozib yuborasizlar. Telefon raqamimiz 91 659 2302. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.